Oke, lokatsiya yoqsa, uy yoqmayaptimi? Sizga bitta lokatsiyasi ham, joylashuvi ham yoqadigan joylar zo'r uchastka topganman. Ko'rib turing, hozir tushuntiraman. Qarang, Nurafshon yo'li, Shedevr Garden restorandan shunday kirib kelganimiz edi. Ugulovoy emas, qutichada uyimiz sotilyapti. Ugulovoygini qarang. Razmerlarini aytadigan bo'lsam, 13 metrga 29 metr ekan. Qarang, bu darvozada mashinaga xod qilib qo'yishgan. Mashinangizni qo'yib kirsangiz ham bo'ladi. Yo'ldan kirib olasiz. Chetdan kalitga ham qilib qo'yishgan ekan. 5 ta xonasi bor. Hozir ko'rsataman. Maza qilib yashasangiz bo'ladi. Joylashgan joylashuvi Shayxontohurga to'g'ri keladi. Nurafshon ko'chadan 150 metr kirganingiz edi. Joylashgan zo'r uyimizga kelganmiz. Xohlasangiz oke buzib tashlab Ugulovoyga chiroyli qilib bitta hovli solsangiz ham bo'ladi. Bismillah deb kirganda giraylarning hovli qurilgan ekan. Bu yoqda qarang, zal spalni qilingan ekan. Bu yerda yana detskiy xona, boya aytganim yo'lak. Qarang, yo'lakda mashina, ikkita mashina bemalol sig'adi. Podvolga xod qilib qo'yishgan. Bu yerda mana bitta onaxonga xona qilib berishgan ekan. Hozir ham bitta zalli ham spalnisini bittasini shunday ko'rsatib o'taman. Mana. Okey, nima deyapti? Kirib yashayman desangiz ham tayyor holatda, buzib quraman desangiz ham tayyor, tekis to'rtburchak Ugulovoyga tushgan ozgina qiyshuv joyi bor ekan. Hovlini narxi vasha shikalat tezatu. Ulgurib qoling, narxi 152 ming dollar. Kelishamiz, baraka qilamiz. Salomat bo'ling, bizlarni kuzatishga davom eting.